Boshqa do'konlarda 3 million 500 ming so'm sotilayotgan motoblokni atiga 2 million 800 dan beramiz. Ko'rib turgan motoblogingizning narxi atiga 2 million 800 ming so'm. Boshqa do'konlarda 3 million 500 ming so'm sotilayapti, lekin biz sizga 2 million 800 ga beramiz. 7-6 kishilik benzinli prostoy motoblok. Xo'p, undan tashqari 7-6 kishilik benzinli original motobloklarimiz kelgan va undan tashqari 7-6 kishilik salarkali original motobloklarimizdan yetib kelgan. Ko'pchilik so'ragan tanlov bo'ladi akalar. Eng arzon 7-6 kishilik motoblok, eng sifatli 7-6 kishilik motoblok hamda 7-6 kishilik salarkali motobloklar. Uchalasini ham hozir ma'lumotini, narx-navosini tanishtiraman va kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari boshqa modellaridan yig'ilgan holatda yoki orqa tomonda korobka holatida turibdi. Qanaqa model kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, eng kichigidan eng kattasigacha hamma modellarimiz yetib kelgan. Xo'p, undan tashqari yana bir narsani aytib ketish kerak. Hozir do'konimizda katta chegirma ketyapti. Bu chegirma davomida mana shu ko'rib turgan shurpoyor naboringizni tekinga tarqatib yuboryapmiz. Boshqa do'konlarda 300 ming, 350 ming sotilyapti mana shu nabor, lekin bu naborni sizga tekinga beramiz. Ichida sverlosi, atverkasi, golovkalari, ikkitadan batareyka hamda bitta shurpoyori bilan jihozlangan bo'ladi. Mana shu instrumentni sizga tekinga beramiz. Tekinga mana shu instrumentni olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bir marta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb hoziroq yozib qo'yadigan bo'lsangiz, tekinga pulsiz mana shu instrumentni sizga berib yuboramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumotini beraman. Bo'lmasa birinchi bo'lib motobloklarimizni tanishtirib o'tamiz. Eng arzon modelimizdan boshlaymiz. Motorlardan boshlarim akalar. Motorlari 170F motor, 7-6 kishilik benzinli motoblok. Yurishlari zavodnoy orqali harakat olib, zavodat oladi. Yoqilg'i turi aytib o'tganimdek, benzin baki 3 litrlik bo'ladi. 1 soatda 1,5 litrdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Korobkalar o'sha kichkina 250 talik korobkadan qo'yilgan, rollari uzunroq qilib ishlangan, baloni 400 ga 8 balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, komplektda freza, tormoz, dokument kulishlari bilan atiga 2 million 800 ming so'm. Hech qanaqa yolg'on bo'lmaydi akalar. Boshqa joylarda borib narxini solishtirasiz, 3 million 500 ming sotishyapti. Biz sizga buni 2 million 800 dan shundoqga skidga narxda beramiz. Xo'p, ukam menga bunaqa prostoy emas. Menga original kerak, sifatlisi kerak va uzoq umr ishlashi ham kerak degan akalar, e'tibor berasizlar. Eng zo'rini olaman degan akalar, motobloklarning ichida eng baquvvati bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogi ham yetib keldi. Bu Texa motoblogini ko'pchilik biladi. Boshqa motobloklarning ichida eng baquvvati hamda eng sifatlisi bo'ladi. Hamda bu Texa motobloklarga katta 350 talik korobka qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga ancha baquvvat ishlaydi hamda mana bunaqa frezalarda ishlayotganda ham umuman qiynalib qolmaydi akalar. Xo'p, motorlari 170F motor qo'yilgan bo'ladi. Motorning ichida paplovoylarigacha jihozlangan bo'ladi. Motor zashta qilib turish uchun. Yurishlari bu ham zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodat olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Vozdixlari maslinli bo'ladi. Har doim aytamiz, bu vozdixiga masla quyib yurish kerak akalar. Vozdixiga masla quyib yursangiz, motorga chang havo o'tmasdan uzoq umr hamda sizga yaxshi xizmat qilib beradi. Ko'pchilik sotuvchi akalarimiz mana shu narsani aytmayapti. Motobloklarning motori tez ketib qolyapti. Shunisiga ahamiyat beringlar. Korobkasiga aytib o'tganimdek, katta 350 talik mana bunaqa kichkina korobka qo'yilmagan. Ahamiyat berasizlar, katta 350 talik korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga baquvvat hisoblanadi hamda motori ham paplovoyli motor hisoblanadi. Mos qismiga ahamiyat bersanglar, mos qismi ham ancha katta, baquvvat qilib ishlangan. Balonlariga ahamiyat bersangiz ham, buni baloni katta balon qo'yilgan hamda orqa tomonida qishloq xo'jaligi bor. Bunga so'nasos hamda karter apparatlarini ulasangiz ham bo'ladi. Bu tomonida seplenasi, bu tomonida zatniy xotlari, bu tomonida oldiga 1, orqaga 2 skorslargacha jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu Texa motoblogimizning narxi, komplektda frezasi, tormozi, dokument kulichi mana shu original model 4 million 500 ming so'm.
Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Prostoy modeli, bu ham lekin TX deb yozilgan bo'ladi. Bunisining narxi atiga 3 million so'm. Shunisiga aldanib qolmaysizlar. Prostoy modeli 3 million so'm TX motoblogimiz, original modeli bo'ladigan bo'lsa, buni narxi 4 million 500 ming so'm. Ikkalasini ham kami bor, kelishtirib beramiz. Xo'p. 3-da turgan motoblogimiz motori 178F motor, 7 ot kuchli solarkali motoblog. Buni ham yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodet olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Yoqilg'i turlari aytib o'tganimdek, salarka balki 3 litrlik bo'ladi, 1 soatda yarim litr salarka rasxod qilib beradi. Faqatgina bu salarkali motobloglarni o'zingizlar ustakalarimiz, ishlatib yurgan akalarimiz biladi. Salarkasini tugatib o'chirmaslik kerak. Salarka tugab o'chib qolsa, tevadagi farsunka apparati kuyib qoladi. Farsunka apparatiga ahamiyat berishinglar, original farsunkadan qo'yilgan prostoy bir tiyinga qimmat farsunka apparatlarini qo'ydirib olib kelmaganmiz. Qo'ldan kelgancha yaxshiroq metallarni hamda zapchastlarni qo'ydirishga harakat qilganmiz. Xo'p, korobka qismi bunda ham katta 350 talik katta korobka bo'ladi. Rollari uzun qilib ishlangan bunda. Bunda ham katta balonlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Bu hozir salarkalikda bizda 5 xil modeli bor. Korobkasi katta kichik, baloni katta kichik, har xil modellari bor. Eng arzon narxi 4 million 500 ming so'm, bunaqa original modellari 6 million 500 ming so'mgacha bor. Kelsanglar, tanlab o'zingizlarga yoqqan motoblogdan ham boshqacha turlaridan ham topib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, katta, salarkali, benzinli, aravali, kichkina hammasidan bor akalar, ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar, korobka holatda ham olsanglar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari boshqa mana bunaqa beton mishalkalar deysizlarmi, drabilkalar deysizlarmi, hammasidan 100% mavjud va undan tashqari ham bizga korobka holda olamiz, lekin shu yerda o'zida yig'ib berasan desanglar, mana ichkari tomonda ustakalarimiz bor, shu yerda o'zida kelsalar, ishlatib, yig'ib, tekshirib, mana shu holatda tayyor qilib yig'ib ham beraveramiz. Xo'p, birinchi bo'lib shurpayor naborda tekinga beraman deding, uni olish sharti qanday deganlar uchun videoyimizga bir dona like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, do'konimizga kelasizda, to'g'rida turgan mana shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Xo'p, bu omadli barabanimiz ichida sizga ko'chada ko'rsatib o'tgan shurpayor, bolgarka, drill, kulush nabor, mana shu yerda turgan 100 xil noshq instrument shu barabanga qo'yilgan. Kelas, barabanda aylantirasiz, nima instrument tushsa, shuni olasizda, sotib olgan motoblogingizga shuni oyoq qo'shib olib ketsangiz bo'ladi. Shuni hisobiga videoga like bosib qo'ying, kelganingizda yaxshi instrumentlarni tekinga olib ketasiz. Bir dona motoblog xarid qilganingizdan keyin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.